Qamchisini qamchi qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang, dod qilar. Chaqqonlikda kampirlarni mot qilar. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bolamiz davramizga marhamat. Katta rahmat. Xush kelibsiz qadamlarga hasanat. Mahallamizga xush kelibsiz. Omad tilayman sizga. Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar, assalomu alaykum mehmonlar va mezbonlar. Qadamlaringizga 100 ming hasanatlar bo'lsin. Jumaniyozovlar sulolasida ajoyib to'y bahona sizga bizga diydor nasib etdi. Men eng avvalo sulolani barchasini bugungi kun bilan farzandlarni baxtli kunlari bilan, ya'ni sunnat to'ylari bilan chin dildan tabriklayman. Bugun Davronbek va Sadoqatxonni sevimli farzandlari Umidbekni Muhammadga ummat bo'lgan kunlari, xatna to'ylari, sunnat to'ylari. Ana shu munosabat bilan to'kin va aziz dasturxon yozilgan. Men eng avvalo sulolani duosida o'tirgan Ozodjon otasini, Nuniyoz otasini, Aymonjon onalarini, ammajonlarni, xolajonlarni, doi podsha qo'shni va quda anda barchani chin dildan to'ylar bilan tabriklayman. Bugun Muhammadga ummat bo'lgan farzandimiz sunnat to'ylar uchun dasturxon yozilgan ekan. Oylar o'tsin oylar ketidan, yillar o'tsin yillar ketidan. Shu yigitimiz alqomat yigit bo'lgan paytida farzida ham har bir inson ishtirok etib birga quvonmoqlikni va kelin salomlarni olmoqlikni barchamizga Allohim nasib aylasin. Yaxshi niyat qilamiz, niyatlarimizga tanishqatlikda, bosh omonlikda, bag'ri butunlik, ko'ngil xotirjamlikda yetkazsin. To'ylar muborak bo'lsin. Demak, ruxsatlaringiz bilan